Biz bugun xizmatga qilingan CRMni ko'rib chiqamiz. Men parolni teraman. Login qismini kirishga bosgandan keyin men buni prям yangi qilib qo'yganman. Buning mahsulotlari 0. Hozir mahsulotlar yangi mahsulot qo'shish qilamiz. Masalan, Muhsin ID dona deymiz. Shtrix kod 1234 qilsak ham bo'ladi. Keyin so'm dollar. Keyin sotib olingan ili sotiladigan narx bu yerda. Shundoq qo'yamiz. Brand bundoq qo'yamiz. Saqlashni bosamiz. Уже qo'shildi tovarimiz. Omborlarga kirib ko'ra olamiz. Mana shu omborimizda jami bitta dona tovar bor ekan. Yangi ombor qo'shamiz. O'zbekiston mana bu omborda mahsulot yo'q. Endi mahsulot qo'shamiz mana shu omborga. Xo'p deymiz. Mana ombor, Muhsin degan ombor qo'shamiz masalan. Hozir 1 2 3 saqlash. Mana ombor. Bu asosiy ombor. Endi omborlarga o'tib ko'ra olamiz. Muhsinda bitta tovar bor, bunda bitta bor. Endi bosh sahifada ko'ra olamiz. Nima bor, nechta bor, nechta sotildi, nechta qo'shildi, batafsil ma'lumot ko'ra olamiz. Sotuvga o'tamiz. Bu yerda skaner qila olamiz. Keyin undan tashqari mahsulot raqamini kirgiza olamiz. Mana shu mahsulotni kirgizdim. 2 ta, 3 ta, 4 ta ili. Xohlasam 5 ta kirgizaman. Nasiya to'lov qila olaman. Shu vaqtda shu vaqtgacha pulning ma'lumotlarini kirgiza olaman. Saqlanib qolgan mijozning ma'lumotlarini kirgiza olaman. Keyin naqd to'lov. Biz naqd to'lov qilamiz. Masalan, bizga 10 ming berishdi. 5520 so'm sdachа qaytarasan deyapti. Yuklash chekka bizga chiqasi beradi. Keyin hisobot. Bu yerda sotilgan summa bu yerda shu diagramma. Jami daromad. O'rtacha chek, hozir sotuvga o'tib ma'lumotlarni ko'ra olamiz xolos. Yuklab olamiz. Bu narsani front polni tugagan. Men yana ko'proq qilyapman. Bundan tashqari bu yerda masalan Muhsin belgi masalan kvadrat bo'lishi mumkin. Kvadrat. Boshqa qo'shish. Kvadrat qo'shiladi bu yerga. O'zi backend bo'yicha muammo bor. Backend qilyapmiz hozir. Yangi mahsulot qo'shish. Yana shtrix kod mahsulot narxi qoldig'i brend saqlash. Masalan, mana shuni ustidan o'qitamiz. Naqd pul yuklash. Nasiyaga olsak bo'ladi bu narsalarni. Hal qiladigan ishlari bor. Hozircha nasiyani qo'shtaman.
tasdiqlash keyin natijaga kelib tushadi. Ko'rish bosganda ko'rinadi. Search qismini ishlaydi. Bu yerda chiqish, ma'lumotlar bo'ladi. Kurs avtomatik yoqish bor. Savdo ham har kunlik avtomatik saqlanib ketadi. Buni ham yaqinda ko'rishlar bo'ladi. Hozircha bu boshlanishi. Xudo xohlasa bu narsani prodajaga ham chiqazamiz. Darkod to'lash kerak ekan. Bundan tashqari men o'zim bog'chanikini ham hozir qilyapman. Hozir 1 minut. Hozir mana bog'chaniki bekor qilish. Bu bosh sahifa. Bog'chalar, bog'cha qo'shish, filiallari ko'rish, video qo'llanma va hokazo. Xudo xohlasa bu qismlarni ham qilyapmiz. Boshqa proyektlarni ham. Xudo xohlasa bundan ham yaxshi proyekt chiqarishga harakat qilamiz.